Xullas ekrani yoqilinadi. Bu yerda TFT display bo'ladi. Bu yerda retseptlari bor. O'zini har xil retseptlari bo'ladi. Men hozir kirib ketdim bunaqasiga. Har xil retseptlar bor. 50 dan ortiq adashmasam retsept bor. Keyin o'zi rejimlari bor. Bu yerda o'zingiz xohlagan uringiz, korica, steak, moreprodukt, kartofel, ovoshi boshqa har bitta mana shu funksiyalar bor. Pizza funksiyasi ham bor bunda. Xo'p, bunda yana funksiyasi tarafi tepa va pastida teni bor bunda. Plus yana tepasida konveksional ventilyatori bor. Bu tezroq hamma yoq ravrimini pishirib berishi, o'zining ichida komplektida bu ham chiqadi, nima basketda chiqadi. Plus qo'yiladigan anaqasi. Xo'p, yana nima? Korpusi metaldan bo'lgan, mana bu yerda oyna anaqasi bor. Ko'rib turishim chiroq ekan. Plus yana bu yerda nima svetini ham yoqsa bo'ladi. Mana bu yerda mana svet yoqiladi bosishim bilan. Bu yerda. Wi-Fi ga ham ulanishi. Xo'p, Wi-Fi ga ulanishi bo'yicha Wi-Fi anaqasini bosilinadi. Bu yerda funksiyasini yoqilinadi. Yoqqandan keyin to'y programmasini ulab oladi. Keyin mashdan уже mana yoqilgan hammasi bunda. Anaqasi poyskada chiqqandan keyin ulab oladi bemalol. Shundan уже anaqa qo'yib qila oladi. Bundan tashqari endi nastroykalarni ham ko'p chiqsalar bo'ladi. O'zini anaqa tillari bor. 5 xil tilda qilingan bu yerda. Mana angliyskiy, russkiy, o'zbekskiy, kazakskiy. Shu tillari bor o'zining ichida. Shu